Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada 1 sentyabrdan boshlab migrantlarga yoqmaydigan qaror kuchga kiradi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Davlat dumasi Rossiyaga kelayotgan xorijliklar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish qoidalarini kuchaytiruvchi yangi tuzatishlarni 2 va 3 o'qishda qabul qildi. Yangi qoidalarga ko'ra majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish muddati 90 kundan 30 kungacha qisqartiriladi. Bu o'zgarish barcha toifadagi keluvchilarga, shu jumladan mehnat migrantlari, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari fuqarolari, qochqinlar va boshqa xorijiy fuqarolarga daxl qiladi. Agar siz Rossiyada uzoq vaqt qolishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, har yili bunday tibbiy ko'rikdan o'tishingizga to'g'ri keladi. Xorijliklarga ko'rikdan o'tish to'lovini mustaqil ravishda yoki o'z ish beruvchisi hisobidan amalga oshirishlari kerak. O'zgarishlar 1 sentyabrdan boshlab kuchga kiradi. Tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortish yoki bo'yin tovlash uchun ma'muriy javobgarlik joriy etiladi. Bunda 25 ming rubldan 50 ming rublgacha miqdorda jarima va mamlakatdan chiqarib yuborish ko'zda tutiladi. Barcha klinika va shifoxonalar ko'rik natijalarini Sog'liqni saqlash vazirligi axborot tizimiga kiritishlari shart. Agar chet el fuqarosida xavfli kasalliklar aniqlansa yoki giyohvand moddalar iste'mol qilgani tasdiqlansa, tibbiyot tashkiloti bu haqda 24 soat ichida MVDga xabar berishi kerak. Shundan so'ng ushbu idoralar shaxsni Rossiyadan chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni qabul qiladi. Shuningdek, tibbiyot tashkilotlariga ko'rikdan o'tkazish huquqini uchinchi shaxslarga berish qat'iyan taqiqlanadi. Moskvaning janubiy shahrida migrantlar o'rtasida jiddiy nizo o'lim bilan yakunlandi. Lyubino tumani politsiyasiga mushtlashuv haqida xabar berildi. Voqea joyiga politsiya xodimlari yetib kelishdi. Ular avtomobillar turar joy yaqinidagi maysa ustida yaralangan chet ellikni topishdi. Nizo ishtirokchilaridan biri uning ko'kragiga pichoq bilan zarba bergan. Jabrlanuvchi shifoxonaga borish yo'lida tez yordam mashinasida vafot etdi. Mushtlashuvning qolgan ishtirokchilari esa qochib ketishdi. Tergovchilar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Politsiya jinoyatni kim sodir etganini va tez fursatda aniqladi. Gumonlanuvchi 24 yoshli shaxs bo'lib chiqdi. U jazodan qochish uchun Rossiyadan chiqib ketmoqchi bo'lgan. YPX inspektori Smolensk viloyatida ichida gumonlanuvchi bo'lgan avtomobilni to'xtatishdi. U bilan birga mashinada mushtlashuvning yana 2 ishtirokchisi ketayotgan edi. Ular guvoh sifatida so'roq qilindi. Asosiy gumonlanuvchi esa tergovchilarga topshirildi. Keyinchalik politsiya xodimlari ushbu mushtlashuvda ishtirok etgan yana 15 dan ortiq chet el fuqarosini topib, politsiyaga olib keldi. Hozirda politsiyachilar sodir bo'lgan voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlamoqda va qo'lga olingan chet el fuqarolarining Rossiya hududida qonuniy ravishda bo'lib turgani tekshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 may kuni Ostona shahrida Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etdi. Kun tartibidan ko'p tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish, sanoat kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash, sheriklikning ustuvor yo'nalishlarida qo'shma dasturlarni amalga oshirish masalalari o'rin oldi. O'zbekiston Prezidenti nutqining avvalida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni izchil ravishda kengaytirish va chuqurlashtirish mamlakatimiz tashqi iqtisodiy siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib
qo'llayotganini ta'kidladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari bilan hamkorlik kompleks iqtisodiy sheriklik tusini olgani qayd etildi. O'zaro savdo hajmi barqaror o'sib bormoqda, sanoat kooperatsiyasi kengayib, logistika aloqalari mustahkamlanmoqda. Raqamli iqtisodiyot, energetika va xizmatlar sohasida hamkorlikning yangi yo'nalishlari shakllanmoqda. Joriy yilda Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi bilan 3 yillik hamkorlik rejimi amalga oshirish yakuniga yetayotgani bildirildi. Shu munosabat bilan joriy yilning kuz faslida Toshkent shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi bilan qo'shma ishchi guruhning navbatdagi yig'ilishi doirasida yangi rejani qabul qilish taklif etildi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston kooperatsiya bo'yicha yagona darcha formatida Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi bilan hamkorlikda sheriklarni tanlaydigan erkin sanoat zonalari negizida tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydigan moliyalashtirishni jalb etishga ko'maklashadigan qo'shma loyiha ofisini ochishga tayyorligini bildirdi. Kurganda migrantlar uchun taqiqlangan kasblar 70 taga oshdi. O'zgarishlar haqidagi qarorni rossiyalik Kurgan viloyati gubernatori Vadim Shumkov imzoladi. Ushbu hujjat kompaniyalarga patent asosida ishlaydigan chet elliklarni ishga yollashni taqiqlaydi. Ilgari bunday cheklovlar faqat iqtisodiy faoliyatning 9 turi uchun amal qilar edi. Endi bu ro'yxat 70 tagacha ko'paytirildi. Patentga ega bo'lgan migrantlarga endi foydali qazilmalarni qozib olishda, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari, kiyimlar va dorilar ishlab chiqarishda ishlash mumkin emas. Cheklovlar qurilish, savdo, transport, aloqa va IT sohalarida amal qiladi. Taqiq shuningdek tibbiyot, ta'lim, madaniyat, sport va umumiy ovqatlanish sohalariga ham tegishli. Kurgan viloyati ish beruvchilariga bunday xodimlarni 2026-yil 31-iyulgacha ishdan bo'shatishlari kerak. Gubernator qarori u rasmiy ravishda e'lon qilgan kundanoq darhol kuchga kiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning taklifiga binoan bugun amaliy tashrif bilan Ostona shahrida bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston yetakchisining matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, mamlakat yetakchisi Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishi tadbirlarda kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etadi. Sammit kun tartibidan tashkilot doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari o'rin olgan. Amaliy sheriklikning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Ma'lumot uchun, Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining eng yuqori organi bo'lib, uning tarkibiga tashkilotga a'zo davlatlar Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Armaniston prezidentlari kiradi. Kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan O'zbekiston nomidan ham kengash yig'ilishlarida mamlakat prezidenti ishtirok etib keladi. Ushbu kengash ittifoqning strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22-may kuni Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda O'zbekiston va Rossiya yetakchilarining matbuot xizmatlari xabar berdi. Oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston-Rossiya keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilingan. Turli darajalardagi samarali aloqalar mamnuniyat bilan qayd etilgan. Parlamentlararo ishbilarmonlik va madaniy-gumanitar almashinuvlar faol rivojlanmoqda. Tovar ayirboshlash hajmi barqaror o'sib bormoqda. Yil boshidan buyon 23% ga oshgani qayd etilgan. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari bo'lajak ikki va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini ham ko'rib chiqqan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 8-may kuni Moskva shahrida tadbirlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tgandi.